Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Jannatda darajotlar bo'lar ekan azizlar. 100 ta daraja bor ekan. Har bir daraja osmon bilan yer orasicha. U darajalar illiyinning eng yuqorisida nihoyat topadi. Jannat ahlining eng quyi darajasiga kirgan banda uchun 80 mingta xizmatchi berilar ekan. Endi jannatning eng yuqori darajasiga beriladigan ne'matlar haqida o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Birinchi darajaning hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari, kalitlari kumushdan bo'lsa, ikkinchi darajaning hovlilari, uylari, eshiklari, so'rilari oltindan, uchinchi darajaniki yoqut, dur, zabarjatdan bo'lar ekan. Qolgan 97 darajasini qanday ekanini faqat Alloh o'zi biladi. Jannatga kirgan bir ahl bor. Bilasizmi ular kim? Qur'on egalari. Jannatga kirganda o'qi va ko'taril der ekan ularga. O'qi va ko'taril. Ular Qur'onni o'qir ekan va har bir oyatida bir daraja ko'tarilib boraverar ekan va uni to'xtagan joyi oxirgi manzili bo'lar ekan. Jannatda ustma-ust qurilgan xonalar bor ekan. U taqvodor bandalarga beriladi. U qizil yoqut, yashil zabarjat va oppoq durdan qurilgan bo'lar ekan. Jannat ahli u boloxonalarini xuddi ufqning sharqi yoki g'arbidagi yulduzlarni ko'rgandek ko'rib tomosha qilib o'tirar ekanlar. Bu dunyoda do'st bo'lib bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rganlar qizil yoqutli ustunlar ustidagi 70 ming boloxonalarda bo'lar ekanlar azizlar. Bu dunyoda bir-birimizni yomon ko'rish o'rniga yaxshi ko'raylik-da. Mana shu 70 ming boloxonalarda joylanaylik. Ularning husni dunyo ahliga quyosh qanday nur sochsa, jannat ahliga shunday nur sochib turar ekan. Alloh yo'lida do'stlashganlarning yuzidan chiqayotgan nurni, go'zalligini ko'rish uchun boshqa jannat ahllari yuringlar, Alloh yo'lida do'stlashganlarni ko'ramiz deb chaqirar ekanlar. Qachon ularni ko'rsalar, ularning husnlari, go'zalliklari jannat ahliga nur taratib turadi, xuddi dunyo ahliga quyosh nur sochgandek. Ularning ustilarida ipakdan bo'lgan go'zal liboslar bo'lar ekan. Ularning peshonalariga ular Alloh azza va jalla yo'lida bir-birlarini yaxshi ko'rganlar deb yozib qo'yar ekan. Azizlar, bu dunyoda hadeb bir-birimizni g'iybat va ig'vo qilib, bir-birimizni ranjitib yurgandan ko'ra bir-birimizni yaxshi ko'raylik-da, jannatdagi mana shu ne'matlarga musharraf bo'laylik. Illiyindagilar ahli jannatga qaraydi. Agar ulardan birortasi boshqa jannatga tashrif buyursa, yuzini nuridan jannat yanada yorishib ketar ekan. Shunda jannat ahli bu qanday nur deyar ekanlar. Ular illiyin ahlidan itoatli, rostgo'y, yaxshi banda tashrif buyurdi deyar ekanlar. Illiyin ahlini xuddi ufqni nur sochib turgan yulduzni ko'rgandek ko'rib turar ekanlar. Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhumolar mana shu illiyin ahllardan bo'lar ekan azizlar. Jannatda bir boloxona bo'ladi. Uni tashqarisida, ichkarisi tashqarisidan ko'rinib turadi. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu joy shirin so'zli, ochlarga taom beruvchi, ro'zani bardavom tutuvchi, insonlar uxlab yotgan paytda qoyim bo'lib namoz o'quvchi, salomni keng yoyuvchi mu'minlar uchun tayyorlangan bo'ladi degan ekanlar. Qarang, go'zal bir boloxona, ichkarisidan tashqari ko'rinadigan shunday bir go'zallik. Ba'zi boloxonalarning ostida ustuni bo'lmas ekan, qarang. Shundoq bo'lar ekan, ustunsiz. Bunday boloxonalar kimlarga nasib qiladi deng? Kasal, azob, uqubat va sinovlarga sabr qilganlar uchun berilar ekan. Bizni eshitayotganlarning ichida bemorlarimiz bo'lsa, ba'zi azob, uqubat va sinovlarga sabr qilaylik. Ozgina sabr qilib tursak, mana shunday jannatdagi ustunsiz boloxonalarda rohatlanamiz ekan inshaalloh. Qiziq, hech o'ylaganmisiz muhtaram azizlar? Jannatda ham bozor bor ekan. Uni farishtalar o'rab turar ekan. Jannatiylar unga har juma kelar ekanlar. So'ng shamol esib, ularning yuzlari va kiyimlariga mushk sochadi va ularning husni jamoli ziyoda bo'ladi. Undan mana shunday go'zal holda qaytadilar. Jannat bozorida ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, xayolga kelmagan narsalar bo'lar ekan. U yerda xohlagan narsa beriladi, lekin sotib olish bo'lmaydi. Mana shu bozorda jannat ahllari bir-birlariga yo'liqar ekanlar. Bu yerda ayol erkaklarning qiyofalari bo'ladi. Kim bir suratga kirishni xohlasa, o'sha qiyofaga kirar ekan. Tasavvur qiling, bir bozor, kirib boryapsiz. Har xil ne'matlar bor. Xohlagan qiyofani tanlab olish imkoniyati ham bor ekan.
bozori shunday bo'lar ekan. U bizga o'xshab urdi, sotdi, bir-birini aldadi joy emas u yerda bozor. Ular jannatlarda bir-birlari bilan dunyoda qanday bo'lganlari, Allohga qanday ibodat qilganlari, qanday qilib kechalarini bedor, kunduzlarini qoyim o'tkazganlari, dunyodagi faqirlik va boylik qanday ekani, o'lim qanday kechgani va shuncha sinovlardan keyin qanday qilib jannatga kirganlarini eslashib o'tirar ekan. Ha azizlar, bir oz qiyinchilik, ozgina charchaganimizda besabrlik qilmasligimiz kerak ekan. Inshaalloh mana shunday sinovlardan o'tganimizdan keyin jannatda, bozorda bir-birimizni tanib o'tirib, esingizdami, u dunyoda mana shunday qiyinchiliklarni ko'rgan edik. Allohga shukr, mana rohatini ko'ryapmiz deyilar ekan. Inshaalloh mana shunga nasib qilsin. Jannatda bo'yni xuddi tuyani bo'ynidek keladigan qushlar bor ekan. Egasini qo'lida saf tortib turar ekan. U o'z egasiga: "Ey Allohning do'sti, men arshning ostidagi jannat yaylovlarda boqilganman. Tasnim buloqlardan ichganman. Meni yegin" deb turar ekan. Shunda kishini hayoliga uni tanovul qilish keladi. Va shu zahoti qush uni oldida turli xil taomlarga aylanib qoladi. Undan xohlagancha yeydi. To'yganidan so'ng qushning suyaklari jamlanib, qaytib jannatni xohlagan joyiga yana uchib ketadi. Shuncha ne'matlar ko'rildi. Bandalar bir joyga to'planganda Alloh so'rayapti: "Yana biror narsa xohlaysizlarmi?" Ular aytar ekan: "Hey Robbim, yuzimizni yoriq qilmadingmi? Jannatga kirgizmadingmi? Bizga do'zaxdan najot bermadingmi? Bundan ortiq yana nima kerak bizga?" der ekan. Shunda parda ochiladi va jannat ahllari Alloh taoloning jamolini ko'radilar. Jannat ahli uchun bundan ortiq katta baxt, bundan ortiq katta ne'mat bo'lmaydi azizlar. Ha, jannat mana shunday joy. Ammo mana shu jannatga kirishlik yo'lini to'g'ri topib olishimiz kerak. Keyingi paytlarda jannat sifatini aytib, jannatga kirishlik uchun faqatgina ba'zi bir sanoqli amallardangina iborat deb o'rgatilish bo'lyapti. Odamlar chalg'itayotganlar bor. Mana bu ishni qilsangizgina jannatga kirasiz. Hatto odam o'ldirib qancha gunohlarni qilib johilona kimsalar jannatga da'vat qilyapti. Shuning uchun biz bu turkum suhbatimizda jannatga eltuvchi go'zal amallar haqida so'z yuritamiz azizlar. Biz yuqorida hozir jannat sifatini aytganimizda shu jannatga bo'lgan ishtiyoqingiz ortgan bo'lsa, endi keyingi suhbatlarimizda mana shu jannatga kirishlik uchun payg'ambarimiz alayhisalom bizga bergan tavsiyalarini eng sahih hadislari orqali siz azizlarga yetkazamiz inshaalloh. Alloh hammalarimizni jannat darvozasi oldida ko'rishmoqligimizni, jannatda esa payg'ambarimiz alayhisalom bilan suhbat qilmoqligimizni nasib qilsin. Allohning diydoriga musharraf bo'laylik.